Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun 2026-yil 11-aprel. Ancha bo'ldi bunaqa video qo'ymaganimga. Asosan shorts videolar qo'yilayotgan edi. Xo'sh, mana ko'rib turganingizda dalalarimiz mana orqalarini to'ldirib ekib qo'ydik. Bu joylarimiz kashishdan bo'shagan joylar. Nariyoqda ramendan bo'shagan joylar, nariyoqda salatbay ko'chatdan bo'shagan joylar. Hammasini bir sidra sotib olib, endi mana haydab yana ekib qo'ydik. Bahorga bu yil 2026-sezonni ham boshlab oldik, alhamdulillah. Mana bu yerda hozir bizning dalamizdagi pishgan mahsulot Ramano salatlarimiz pishdi. Xo'sh, buni fevralda 20sidan keyin shu martlarga yaqin ekilgan. 22-fevralmidi mana shunaqalarda ekilgan. Bu yoq taraflari, mana shu taraflari sal anaqa nima deydi? -5-6 gradus sovuq bo'ldi yaqinda, bir 10-martdami, qachon? O'shalarda mashatlari usti ochilib ketgan, yopilmagandi. Shu sal kichkinaroq bo'lib qolgan. Past tarafdan yulyapmiz. Nariyoqdan past tarafdan yulyapmiz. Alhamdulillah, yaxshi, zo'r, chotki bo'lib yetilib berdi bu ham. Endi bu yog'imizga kelsak, mana bu yog'imiz bu joylar ana kashishlarning o'rni. Hozir mana haydab chiqdim, mana otda. Mana 13 talik ot bor. Vema. Sotaman dedim. Sotuvga ham qo'ygan edim. Keyin bu yerlarni yana egalari o'ziga qilishar ekan. O'tlarni o'zi ijaraga olib, arendaga olib qo'ygan edim. Egalari o'zimiz qilamiz deyishyapti. Shunga endi hozir bitta ekin ekib bo'shatib berishim kerak, chunki oldingi yil yozda olgan edim. Endi nasib inshaalloh nariyoqda yangi yo'lda ham yerimiz bor, ochiqdala. Mana o'sha yerda xudo xolasa anchagina joy bor o'tda. O'sha yerda nol bo'lib turibdi hali, hech narsasi yo'q, svet ham yo'q. Hech nima yo'q o'tda. Samolyot ham qutib oladi mashinalar. Havola bulut, chaqmoqlar chaqib turibdi bir. Ham ochiq desa ham bo'ladi, ham yopiq desa ham bo'ladi, shunaqa. Qisqasi shu yangi yo'lda yerimizni qilamiz, xudo xolasa inshaalloh. O'sha yerda bir 3,5 gektardan sal oshiqroq 3,6 yerimiz bor. Nol bo'lib turibdi o'sha. Endi o'sha yerda sal uzoqlik qilganiga uncha qiyin kelmayapti. Johor ekib boramiz, osongina nima qildim. Endi mana yerlar egalari o'zimiz qilamiz degandan keyin majbur bo'ldim endi o'tda qilishga. Chunki mana bu narsalarimizni etap qilib chiqarmasam klientlar nima qilib qoladi, xafa bo'lib qoladi klientlarimiz. Shu narsalar. Shunga endi xolasa nasib qilsa videolar qilib sug'orish sistemalarini, shu yama-pama qazilganini nasib qilsa, hammasini jarayonlarni qo'yib boramiz. O'tda yeri sal juda xaparoq, sal anaqasi, mana shunaqa tekis yer. Yeri ham shunaqa qora. Prosta mana bunaqa ajig'i bosib ketgan, mana shunaqa bo'lib. Juda ham ko'p miqdor joyini mana shunaqa auksiondan olganmiz. Yeri qaralmay yotgan, musor bosayotgan. Mana shunaqa bo'lyapti. Yerlari anaqasi. Qo'shnilar ham olgan shu yerda auksiondan. O'sha qo'shni daladigilar. Ularniki ham tanam bizaniki ekin ekilib turibdi. Ekin ekilgan hisobiga ancha tozalanib turibdi. Prosta mana bunaqa o't o'lmay yana qaytib chiqib anaqa qilib qo'ygan, bosib qo'ygan dalani shu. Boshqalarnikida qamichimi har balo bo'lib chakalakzor chiqyapti. Auksiondan bergan davlat mas'ul mahalladagi odamlarga o'sha yerdagi yangi yo'ldagi
sal buyoqroq Layli mahallada sal nariroqda ishqilib mahalladan bergan o't sudidan bo'lib qilmaydi. Dehqonlari ham yotibdi yerlar qanchasi. Bizaniki qilinsa ham mana ajrig' bosgan hisobiga sal anaqa ajrig' ko'p. Mana shu ajrig' o't shularni ham bitta chizil qilib terdirib keyin ekinlarimizdan ekib qilamiz xudo xolasa. Ajriqlarni yo'qotish kerak, короче ishlash kerak. Ancha mehnat. Xudo xolasa nasib qilsa o'sha yerda videolarni nima qilamiz, ko'rsatamiz jarayonlarni qiziq bo'lsa. Nolda, dala shundoq dala. Suvni mana bunaqa kapilni sistemalarga o'rganib qolgandan keyin odam ariqda sug'argisi ham kelgisi kelmay qolar ekan. Mana shu hozir hamma yoq tomchilatib sug'arish nimasida. Nari olay, mana hozir bugun ekdim amalarni. Hammasi tomchilatib sug'arish. Tomchilatib sug'arish bo'lgandan keyin odam ariqda sug'argisi ham nima qilmay qolar ekan. O'rganib qolar ekan-da. Endi ariqda sug'arishga ham sug'arib olamiz. Prosta endi u yerda anaqada nima deydi, sal suvdan sal muammo bo'lib qolishi mumkin. Bu mana shunaqa. O'shaning uchun kichkina kapilni qora qolamiz davomimizni. Ariqdan suv boradi, keladi suv. Endi birinchi yili kam bo'lgan, oldingi yili yaxshi bo'ldi. Endi bu yil bilmaymiz qanaqa bo'ladi. O'shanga basseynli variant qilib, yama qazib qilmoqchimiz nasib inshaalloh. Hozircha shu niyat. Bu yoqdagi yerlarimizdan endi mana shunaqa nima deydi? Mashinadan olsak, mana shu yerga ertaga bir video joylayman. Men qurib turgan joyini tayyor qilib qo'ydim. Bir 10 xildan ochiq zelelar bor, yengili. Italiyani Maraldi degan firmasini spinat, rucola, salat, baby leaf, rayhon, payhon boshqa narsalarni berishgan sinovga deb. Samolyotdan xit qo'radi kelaverib mashina. Rossiyskiymi bu? Yo'q, qat'iy Rossiya emas. Boshqa yo'q. Ishqilib Italiyani har xil urug'lardan berishgan Maraldi firmasinikini. Lekin Enzezadan ham bitta urug'lari bor. O'shalarning hammasini 4 ta olgan, 3 ta olgan. Chiroyli qilib xudo xolasa qilamiz inshaalloh. Yerlarni tayyor qo'ydik. Ertaga urug'larni sochib, suvlarni qo'yib, nasib bo'lsa bu yoqqa ham videolar qilib joylab boramiz. Instagramga ham videolar qo'yib turibman. Instagram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Shu Agraline deb qidirsanglar chiqib keladi o'zi. Mana shu YouTube kanalim nimasida nomi bilan u ham hozir sal zakrit qilib qo'ydim. Qanaqadir akkauntimga qanaqadir nimalar mashkila bir balolar qilib qo'shilyaptim bir balo bo'lib anaqa qilganiga zakrit qilib qo'ydim. Короче, mashkila dedim, nima deydi, bot dedim, ish qilib hintlar qo'shilib ketyapti-da. Hintlar. Keyin o'chirib qo'ydim. Zakrit qilib qo'ydim akkauntimni. Shuna qilib Instagramga ham o'tib nima qilasizlar. Endi bu video olishdan maqsad shu dalamdagi bir anaqalarni xudo xolasa keyingi bo'ladigan nimalarni aytib o'tishga, bir obunachilarimga qiziq, kimgadir nima deydi, interesnadir, ba'zi birlarga interesna. Shu ham ular men dalalarim, nima ishlar qilayotganim, nima bo'lgani, bunaqa bir nimalarni katta foydali anaqa bo'lsa ham qiziq obunachilarga. O'shalarga deb video qo'yganman-da. Shunaqa gaplar. Mana shu yerimizda bir 8-9 sotuvchi chiqadigan joyi kashnich sotdik. Yaxshi bo'ldi. 15 millionga nima qilindi. 15 million dogovor qilib turishni bergandim. Daryoni kiloga sotdim, birinchi pishganini. 25-oktyabrda ekkanim, nechinchida pishdi taxminan. Shu martda 10larigami pishib berdi-da. Martda. 8larimi. Shu qor yog'ishidan oldin, qor qachon yog'di? Qor yog'ishidan oldin uzildi. O'shanga pishib berdi 25-oktyabrda sekkanim. Noyabr boshlarida, shundan keyin bir haftadan keyin noyabr bir 3-4lardan bunday 5larmi shunaqa
noyabr bosh edi. Shunda sepgani mana hozir haydagan yerim. Bu turishini sotdim. Bu yerniki 15 sotgan bo'lsa, naryoniki u yoq ham bir 9 sotuv 10 sotuvga yaqin joy. U yernikini shu 7 milliondan oshiqroq 8 million atrofida sotildimi mana shunaqa. Kiloga sotildi, 700 kilo atrofida chiqdi. Birinchi sotilgani 10 mingdan olib ketishdi, keyingisini 12 mingdan olib ketishdi. O'zi terib olib ketdi, toza anaqasi menga. Men bu yer ham shu turishiga pul berdi. Naryoqdagilar ham shu o'zi yulib anaqa qilib oldi. Yaxshi bo'ldi, kanishlar. Ramellarim ham shu noyabrda bir nechilarida desa bo'ladi. Oxirdamdi. Shu videolar qo'yganman, hozir esimda kelgani nimasi, lekin noyabrning oxirlarimi shunaqa edi. Mana Kashinchidan kelgan anaqa qilingandi-da, ekilgandi ochiq dalaga. Mana bu joyimizga. Mana shu joyimizga ekilgandi. Hozir bugun ekkan joyiga, mana shu joyga ekilgan, mana shu joyga ham o't bosgan joyi orqasida mana joyi. Shu yerga ekilganlar, raman va salat. Ochiq dalaga, noyabr shu oxiri dekabr bosh edi. O'shandagi ekilganini bir hafta oldimmi 10 kunchami bo'lmadi. Bir haftalar oldim. Bir haftachadan bir hafta nari bir 10 kunlar oldim. Tugatdik-da buni ham sotib. Bu ham yaxshi bo'ldi, lekin misol uchun eski baylar hammasini shilib tashladik. Shu issiq kelgandan keyin o'rtasidan yangi chiqqan baylar bor-ku, ana o'shalarni sotdik-da. Bu ham normalniy bo'ldi, lekin u yerdan ham normalniy sotib qo'ydik, lekin u yerdan ham pulini hisoblamadim, chunki ramenimiz ham maydalab sotaman. Ancha vaqt, uzoq vaqt sotildi bu ham. Boshida shu qor yoqqandan boshlab sotishni boshladim. Keyin yaqinda tugatdim 10 kun oldin. Buni ochiq dalada yotdi, ikkita polni yanvar 15-ida agarolakni yopgandim. Mana o'sha ikkita pol 10-chi shu qor yog'ishiga tayyor bo'lib berdim, mart boshiga. 10-martlarga tayyor bo'lib, o'sha ikkita polni yuldim. Qolganlar shunda ochiq edi, nol ekan, o'sha -5, -6 bo'lganda ularni ham yopdim. Sababi chunki shu -5 da уже 10-martda уже ancha ular yashnab, ancha yaxshi bo'lib qoldi. Qishim bilan ochiqda yotgan bo'lsa ham, уже bahorga kelib ancha yashnab, yaxshi o'sgandi. Qishda uxlayotdi. Bahorda o'sdi-da, o'sganini sovurib qo'ymasin deb, keyin baribir yopishga majbur bo'ldim. Hatto yopganimizda vohliroq shu yanvarda yopganimizda shu martda boshlariga yetilib berar ekan. Shu yanvarda ham shu 15lardan ham yopdim-da. Endi o'sha men o'zimcha anaqa qildim, o'yladim. Hamma o'zicha bir ish qiladi-ku, masalan qilib. Men o'zimcha nima qildim, shu hozir shu noyabrda yopsam, kun issiqda o'sib olsa, keyin dekabrga kelsa sovuq bo'lsa, shu o'sgan baylarni sovurib ketadi-da, sovurmasa ham sifatini buzib tashlaydi, keyin qiynalib qoladi, uxlamaydi, o'sib o'solmaydi dedim-da, ochiqda yotsin qori tegdi dedim. Keyin fevralda yopaman dedim. Keyin yanvarda yopdim, ikkitasini isbot qilganimcha. Keyin shu bilan u bo'ldi, bu bo'ldi, yomg'irlar yaxshigina yog'di. Dalaga kirish ustini yopib keldi. Bo'lmadi, sharoit bo'lmadi. Shunaqa qilib ochiqda qoldi, shu bilan qarasam o'zi pishib ham qoldi, keyin yopmayman deb anaqa qildim. Keyin baribir yopishga majbur bo'ldim qor yoqqandan keyin. Keyin yopdik. Yopganimiz yaxshi bo'ldi. Shu ancha sovuqdan nima qildi deb. Undan keyin ham yana o'sdi, ancha o'sdi. Shu qor yoqqandan keyin ham misol uchun bugun 10 bo'lsa, 20 kun keyin o'sdi-da ancha. Shu 20 kun o'sganini maza qilib sotdik, lekin zo'r bo'ldi, lekin shu ham yaxshi bo'ladi shunaqa qilsanglar ham. Endi bu shu nima deydi? Bir obunachilarim bilan o'zimni bir nimalarimni qilgan ishlarimni bo'lishyapman-da, anaqalarni. Rezultatlarini, nimalar bo'lgan hammasi. Kimgadir qanaqa bu video interesni anaqa bo'layotgandir, qiziqqan deganda. Qiziqmaganlar sekin chiqib ko'rasizlar. To'g'ri shuni. Xudo xolasa
shunaqa gaplar. Nariyolada kelinlarimiz ham ekib qo'yganmiz. Hozir endi bir yerlar haydab charchadimda, endi o'tiribman mana shu. Bir video olgim kelib qoldi YouTube'ga. YouTube'ga video qo'yaman-ku. Shu 4 yil, 5 yil oldingi videolarimni ko'rsam, o'zimga ham qiziq bor shunaqa mana. Keyin videoga olib qilsam, har holda yana ham esimda qoladi ba'zi bir narsalar. Saqlanib bo'lib qoladi, o'zimga kerakli narsalar. Birinchi o'chirda shu o'zimga bunaqada bu YouTube'dagi videolar o'zimni nima dedi, как saqlanib, как fleshka deydi-ku. Misol uchun akkauntingiz yo'qolib o'chib bir bola bo'lib ketmasa, saqlanib turaveradi videolaringiz YouTube'da. Mana endi dehqonlar hozir ko'rib o'tirishdi, kimgadir qanaqa ozcha gapda aytinglar, lekin men hozir ko'p yoshlar buni ko'rib mana qilishadi bizani ham. Mana shu YouTube'ga videolaringlarni nimalarni shaxsiy emas, mana bunaqa videolar, tipi mana shunaqa dehqonchilik, o'ziga mana shunaqa videolarni qo'yib borsanglar, keyin misol uchun qachon ekkandim, qanaqa bo'luvdi, narxi qanaqa bo'luvdi deb bitta o'zinglarni qiylaga kirsib, yana eslab, yana shunaqa anaqa qilib olsanglar ham bo'ladi-da. Bu ham bir foyda-da deyman. Misol uchun o'zim ham bir qarab qo'yaman-da, qachon ekuvdim, qanaqa bo'luvdi, nima qiluvdim deb. Shu eski videolarim. Hamma narsa miyada turavermaydi-yu. Esingizda bo'lib saqlanib qolgan bo'lsa ham, o'sha paytda hayolingizga kelmasligi mumkin, mana shunaqa. Bitta o'sha paytda YouTube'ga kirib, bitta qarab chiqsam, ancha nima bo'ladi. Keyin ham bir anaqa o'ziga yarasha bir qiziq mana. Qurvaqalarni sayrashi boshlandi mana. Shom bo'ldi. Bular ham shomda boshlaydi shunaqa. Charchagandan sekin gapirib o'tiraman. Nadvayn deydi. Salomat bo'lasizlar, obunachilar. O'zingizlar fikringizni yozib qoldiringlar, unda aktivroq bo'linglar. Menga like bosmanglar, kommentariyga yozib o'tiringlar. Like bosmanglar, kerak emas like. Unda biling kim ko'ryapti, kimni kuzatyapti, tanish bilishlardan kim kuzatyapti. Sal unda aktivroq bo'linglar, o'lik bo'lmasa. Like kerak emas. Like bosganda kim bosyapti ko'rinmaydi menga. Kommentariy yozinglar, undoni kommentariga yozinglar. Qabul qilaysan deb yozinglar. Dehqonchilik bo'lyapti-mi? Keyin unda tanish bilishlar, kim yozayotganini biling, kim ko'rayotganini. Bunaqa vobshe kommentariyada ham 0, aktiv 0 bo'lsa, odam video qilgisi ham kelmas ekan, to'g'risi. Yo o'zimga yonaqa video qilib qo'yaveraman. Yana ham interesniroq bo'ladi-da, davom etishinglarmi? Charchamanglar, gaplashamiz. Bir video olgim kelib qolganda gapirib yubordim deydi, shunaqa. Charchamanglar.